Yaxşım sizlar köpçülük, emmanlarınız vaqt xeyirlik olsun. Yuqori qon besimga sütdən 250 ml, xasam meyğizi, ürük meyğizi 30 gramdan, alma 1 dana, asal muvafiq miqdorda. Tayyorlash usuli bo'lsa, xasam meyğizi bilan ürük meyğiziniki postini oqlab, yumshoq so'qib, xasam meyğizi, ürük meyğizi aralashmasini tayyorlab olgandan keyin, ondan almani oqlab, uruqini ilib etib, yumshoq chanab, ondan sütga xasam meyğizi, ürük meyğizini aralashmasini qozonga silib, sus o'tda qaynatib tayyorlandi. Ustiga tayyorlangan alma bo'tqisini silib, yana qaynatib, ondan asalni silib tekshir aralashtirildi. İste'mol qilish usuli bo'lsa, atdigan va kech iste'mol qilindi. Shifoliq rol bo'lsa, yuqori qon besim, qondagi may yuqorilab ketish, arteriya qitishish, so'ngak chalanglashish qatorliq kasalliklarga foyda qildi. Bu ichimlikni uzoq muddat ichib bersa, qondagi kalsiyni to'liqlab, qon besimini tushirish, so'ngak chalanglashishini chingitish, badanni kuchlantirish, qondagi mayni to'ntish rolini o'ynaydi.